kasal bo'lmasin. Saharni, diabet bo'lishni istamoqchi emasmisiz? Allohdan so'rab yuribsizmi? Bo'lganlarga shifo bergin, bo'lmaganlar bo'lmasin. Sinovni bermagin deyapsizmi? Uni oldini olish uchun insulinni bizga yordamlashishga sababchi bo'lgan, sal uyg'onib turgan, bizga sahar bo'lmaylik deyapsizmi? O'sha insulinni uyg'otib turib, o'zini normasiga ushlab turish uchun tibetskiy barbaris kelgan. Uni ko'rganmisiz? Mana tibetskiy barbaris bu. Bu Tibetdan keltirilgan, juda ham foydali. 5 ta 10 ta donadan agar insulinni ikkinchi sistemga kirgan xavfi bo'lsa, o'sha insonlarga mumkin, lekin birinchi sistemga mumkin emas. Sababi insulin olayotgan insonlarga umuman dozasini kuchaytirib olish ehtimoli bor. Shu uchun yaqinlarga jo'natib qo'ying.